Assalomu alaykum. Uzr, o'tgan safar sal kechroq chiqib qoldim, ketib qolibsizlar. Ya, endi anaqasigada o'yin keladigan bo'lsa, muhimi 3 ochkoga erishdi. Yigitlar bilan gaplashganimizda ham hozir hamma vaziyatni tushunib turibdi. Bunyodkorda bo'layotgan, qolaversa o'yinchilik ketdi, ularning o'rniga kutilmagan holda baribir yoshlar jamoasidan, dublyorlardan tushib imkoniyat paydo bo'ldi. Albatta o'zini ko'rsatishga harakat qilishdi bolalar, oxirigacha o'xshamasa ham kurashishga harakat qilishdi. Albatta bu bizga qiyinchilik tug'dirdi. Lekin o'sha birinchi bo'limda birinchi gol, qarshi hujumda o'tkazib yuborgan golimizni kelgan вроде бы нормальный 3 gol urdi va ikkinchi bo'limda yana tezkor, tushunarsiz golni o'tkazib yubordi. Albatta bu o'ziga yarasha bizga yana qiyinchilik tug'dirdi va qanaqadir ma'noda Bunyodkor jamoasi jonlandi, qanaqadir niyat yana urishga, hech bo'lmasa durang o'ynashga harakat qilishdi. Shu bilan kurashga boy bo'ldi. Eng kerakligi 3 ochko erishdi. Endi maydon sifatida ham bu yil qiynagandi. Mana shu maydon bo'lgan bo'lsa kerak. Nimaga sababi juda ham vyaskiy polе edi. Ko'rinib turuvdi yigitlarda oddiy vaziyatlarda to'pni yo'qotish, koptonni uzatma qilayotganda ham o'xshamasligi o'sha darvozadan boshlanganda ham mana shu narsalarni aniq qildi. Lekin kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Shu Bunyodkorga endi omad tilaymiz, boshqa ilojimiz yo'q. Savol bor. Assalomu alaykum, Otabek Jo'rayev, Sport telekanali. Rahmat. Ikkinchidan mavsum juda ham qiyin boshlandi. OKK uchun 3 o'yinda bitta ochko, hozir esa 3-o'ringa qaytdinglar. Shu bilan tabriklaymiz ham. Endi o'yinga qaytsak, o'yin 3 ta qismdan iborat edi va shuni turib Bunyodkorda o'tgan tur o'tkazib yubordi. Vastonavleniya ko'proq vaqt bor edi. Sizlar masalan juda qiyin o'yin kechdi Nasafga qarshi. Savol shundan iborat, ikkinchi taymda sizlar shunchaki prosta o'yinda ta'min qilib to'pni hududlarni raqibga berib qo'ydinglarmi yoki o'sha Bunyodkor hisobda kelib chiqqan holda bosdi? Yo'q, bu narsa yechinish xonasida ham aytdim, futbolda 90 minut futbol o'ynaladi. Aytaman, paka yechinish xonasidan chiqquncha уже ikkinchi gol o'tkazib yubordi. Bu qanaqadir palapartishlik bilan, lekin unaqa narsa bo'lgani yo'q edi. O'sha davom ettirish. Yigitlarga o'yindan ham oldin aytgan edim va yechinish xonasida ham aytdim, sababi polе juda ham og'ir. Charchoq alomati ham sezilishi mumkin edi. Tez oyoq o'tirib qoladi bunaqa poleda. Endi o'ynagan odam biladi bu narsani. Shunga bu yerda hech uyatli joyi yo'q. Oxirigacha nima deydi, o'ynab berlaring. Charchasang qo'lingni ko'tarib, murabbiy yoki kushak desalaring, men bu narsani tushunaman. Baribir полностью выкладываться qilish kerak-da, necha minutga yetishiga bog'liq bu narsa. O'shaning uchun ham aytaman, mana shu gol sal bolalarda boshqacha bo'ldi. Keyin o'sha vaziyatda yaxshi vaziyatga chiquvdi, yaxshi kombinatsiya bo'ldi. Siyavash urish kerak edi. Urish kerak edi. Bilmadim, setkani yirtmoqchi bo'ldi shekilli. Lekin o'sha paytda yaxshi yaratilgan vaziyatdan unumli foydalanilganda o'yin tizimi boshqacha bo'lishi ham mumkin. Ko'pchilik boshqacha o'ylagandir. Birinchi bo'limdan keyin 3-1 muxlislarni aytaman-da, o'yin boshqacha tizimda ketdi-da. O'shaning uchun bitta epizod har doim aytaman, antarqib qolishi mumkin. Lekin unaqa uстановка bo'lgan emas edi. O'sha o'yinimizni yana davom ettirish. Agarda hakam chalib anaqaga tanaffusga chiqib ketmaganimiz edi, o'sha o'yinni olib borishayotgan bo'lishardi. Qaysidir ma'noda o'sha 15 minutdan bizdan foydamizga ishlamadi. Va tezkor gol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Agentlar o'yinlarini bilamiz. Ya'ni ko'pincha ochiq futbol namoyish etadi. Ya'ni soddaroq tushuntirganda, ikkichasiga o'xshamiz. Ikkichasiga mushtlashamiz degandek, u tarafga ham imkon beradi, o'zi ham imkon beradi. Ya'ni raqib ham gol o'tkazishga yo'l beradi, o'shiga o'zi ham ko'p gol uradi.
oxirgi o'yinlarda ham umuman mavsum boshidan beri agentga deyarli hamma o'yinlarda gol o'tkazyapti. Adashmasam 16 o'yinda 2 ta o'yinda golsiz yakunlagan. Bu nima endi muxlislar uchun tomoshabob bo'lishi mumkin, lekin sizni xavotirga solish tabiiy bo'lsa kerak. Bu nimadan o'ylaysiz? Himoyachilar saviyasi bilan bog'liqmi yoki oldingi planga ko'tarilgandan keyin bu tabiiy holatmi? Yo'q, u anaqasida emas. Avvalambor endi xatolar bo'ladi bir xil paytlarda. Pozitsionniy bir-birini prikрывать qilish, o'sha taktiskiy qayerdadir dvigatsiya qilish kerak emas, qilmaydi. Shu sababli ham bo'ladi-da. Masalan, mana bugungi golda ham oddiy masala ko'proq biz hujumkor, yopiq futbol o'ynamaymiz. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, hujumga chiqqanimizdan keyin xohlaysanmi, xohlamaysanmi orqada hududlar ochiladi. Uchinchidan o'sha mahorati jamoani tezkor chiqib ketishi, birinchi zonadan uchinchi zonaga chiqib ketish, o'sha qarshi hujumda ishlash, qayerdadir biz o'sha narsaga uspet qilmaymiz. Bu sabablari bor. Bor sabablar standartda bee'tiborlik. Koptoga qarab qoladi yoki nasab bilan ham ikkinchi golni o'tkazganimizda Muhiddinov urganda. O'shanda Shoh masalan Koptoga qarash kerak emas edi. Oxirgacha Sharof Muhiddinov bilan o'ynab qo'yish kerak edi. Spartak nimaga yutardi? Shu gaplarni ham endi baribir miyasiga singdirishga harakat qilamiz. Spartak shu anaqasi bilan yutardi. Stenkalari bilan paka qaraguningcha o'yinchi u yoqda уже yeta olmaysan, orqasiga qaraysan. Yetolmadi, oddiy narsalar. Bu yerda o'sha bdительность yetishmasligidan yoki o'sha standartlardan ham ayoqda jamoadoshi kurashyapti-da, qo'lidan 1000% yordam kelmaydi. Unga qarab nima qilasan? Sen o'zingning o'yinching bilan o'ynab qo'ydigan joylari bor-da bu yerda. Bu o'sha anaqani yo'qotmaslik. O'zbekchasiga nima bo'lar? Bdительность. Diqqat. O'sha diqqatlikni, hushyorligi, diqqatlikni o'sha anaqa qilishda endi biz baribir terma rus tilida ko'proq anaqa qilganmiz, o'shaning uchun mana shu narsalar futbol 11 ga 11. Yoki o'sha birinchi bo'limda ham boshida o'sha chiqib ketishganda ham oddiy vaziyatda Papava o'ynab qo'yish o'yinchi bilan. Shunda oldinda bo'lgan narsa. Yodisi oxirigacha o'ynab qo'yish kerak edi menimcha, anaqa 8-ni Pletnyov urdi menimcha. Yugurish kerak edi. Faqat hujumda emas, himoyada ham jamoa bo'lgandan keyin himoyada ham ishtirok etish kerak, bo'linmaydi. Va hujumda ham jamoa anaqa ishtirok etish kerak. O'shaning uchun aytaman, ikkita anaqa ili hamma yutqizadi, ili hamma yutadi. Bo'ldi, boshqa uchinchi variant yo'q. O'shaning uchun ham baribirga ko'p iloji boricha endi qayerdadir ham o'sha malaka yetishmasligi ham bo'lishi mumkin. Lekin imkon qadar miyasiga singdirishga, tushuntirishga harakat qilamiz. Endi bu insonning o'zi. Bitta gapirilganda ana o'zbeklarda zo'r gap bor-ku. Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi deyshadi. Endi xulosa o'zingizdan shu. O'ziga bog'liq inson. Beruvering otaga. Navbat. Mirjalol aka savoli bor edi. O'tgan o'yinda 45+2 daqiqada Zafar Nurov bilan to'qnash bo'lib ketdi-ku Karimovda. Keyin siz uni maydondan oldingiz. Kimmi? Karim. Bugun Tayirov chiqdi, avazlab. Keyin ikkinchi taymda Ulmasaliyev oldingiz, Karimov chiqdi. Bunda jarohat bormi? O'sha epizodda qanaqa jarohat bormi? Karimovmi? Karimov. Endi bo'lib turadigan narsa, jarohat bor edi. Men oxirgi moment ko'rib qoldim bo'yinni. Endi yotganda bo'ladi-yu, ushlab qoladi. Endi istojon. O'shaning uchun ham har bitta pozitsiyaga ikkitadan o'yinchi bo'lishi kerak aslida. Ko'proq bo'lsa, imkon bo'lsa, undan ham yaxshi. Lekin o'sha o'yin payti chiqishida nimaki juda ham past o'yin ko'rsatdi-da. Men kutmagan edim. Hamma kurashlarni yutqizdi. Juda ham sekin, o'sha anaqa darvozabon tepdi-yu. Ne'matov tepganida masalan. Qochib ketganda masalan oddiy-da, men o'shanga matbuotda ham aytdim. Qiynalib gol uramiz-da.
judayam oson 2 gol o'tkazib yubordi. Ya'ni u ish emasda bu ham. Sal qadriga yetish kerakda, mehnatni qadriga yetish kerak. O'shaning uchun ham birinchi bo'limdan keyin almashtirib yubordim. Nimaki уже vizualni ko'rinib turgan edi hamma narsa. Karimovda anaqaga Abduxoliqov yutqizdi ko'p vaziyatlarda, oddiy situatsiyalarda o'yin bir nima qilyapti, 2 qadam oldiga qilsa, endi o'sha narsalar baribir sabab. O'shaning uchun ham o'yindan keyin ham aytdim, yigitlarga kasallik belgisangiz masalan oshkor qiladi. Shu bir-birini aniq qilish kerak. Hozir beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. G'alaba bilan tabriklayman. Bugungi g'alabada bitta omilni ajratib ko'rsatish kerak bo'lsa, xarakter, taktika yoki futbolchilarning individual mahorati. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz va nega? Jamoaviy. Bunyodkor haqida, o'yin haqida emas, umuman Bunyodkordagi holat haqida so'ramoqchi edim. O'zim aytib o'tdingiz, ko'pchilikka nisbatan sizga baribir yaqinroq klub hisoblanadi. Juda ham qadrli hisoblanadi. Hozir endi aytganda komadagi bemorchi ham bo'ladi Bunyodkorda. Sizni shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. Ya'ni bunga yangidan hayotdan ato etish kerakmi, ya'ni qiyinchiliksiz yoki bo'lmasa jamoa qiyinchiliklar bilan kurashda davom etish kerakmi? Yo'q, men Ilyosga ham aytdim, eng kerakligi uydinglar, sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi. Bu bo'ladi, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. U baribir shundoq maskan, masalan, ozmuncha odammi yoki niyatlar bilan qurilgan joy emasda. Qancha insonlar mehnati yotibdi bu yerda. Hozir bo'lmasa ham, masalan, oldingilarni aytish ham mumkin. Bu o'zi uchun emas, buni hech kim o'zi bilan bunaqa qilib ko'tarib ketmaydi. Bu shu yerda qoladi, shu bolalarimizga ishlaydi. Buni ham xudo xohlasa yaxshi niyatdamiz, yechimini topishadi. Nimaki, necha ming odam ishlasa ham, masalan, o'shalarni 3 tadan farzandi bo'lsa ham 4 tadan. Endi fikrlayveringlar-da. Xudo xohlasa, значит, shu narsa bo'lishi kerak. Bekordan bekor bo'lmaydi. O'shaning uchun ham xudo xohlasa yaxshi yechim topiladi degan umiddaman va juda biz o'tib ketganimizda ham bu xalqimizga xizmat qiladi deb o'ylayman. Sog' bo'lasizlar. Oxirgi savol. Qaysi Xurshidni? Savol bersam bo'ladimi? Anaqa qisqa javob berishingiz mumkin. Xurshid G'iyosov o'tgan agentkani shu yetakchilardan biri edi. Bu yil Neftchida yetarlicha samaradorlik ko'rsata olmayapti. Hatto Andijonga o'tish mumkin. Uni trenerga aytasizlar, uni ikkinchisi nima edi? Ikkinchisi Mirjamol Qosimov haqida so'ramoqchi. U jarohatda. Sobiring. Jarohatda bo'lsa o'tgan yil dublyoda o'ynabdi-yu. Jarohat bor-da. Bugun o'ynadi, kecha o'ynadi. Asaf bilan o'ynagan. O'sha jarohat bermayapti. O'shanga u anaqa formasini olsin degan edi. U kiyadigan forma emas. Moddiy forma.